Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan yana Niko Uz. Bugungi videoda bugun sentyabr. O'shaning uchun maktab serialini olamiz. Qani bo'lmasam boshlandi. Va bugun hozir yuz qo'llarni yuvaylik. Kerak. Obunachilar hammasiga uzr. Cho'kib ketay dedim-da. Qani bo'lmasam eshikni yopamiz. Bizga bugun kerak bo'ladi kitob 5000 va telefonni olaman. Daftar, ruchkani olaman. Va maktabga otlanamiz. Bugun sentyabrligini hamma bildi. Va maktabimiz mana. To'xtang, birinchi qishloqlar bilan salomlashish kerak. Soat 7dan 20 minut o'tibdi. Vaqtim bor. Salom qishloqi. Hammaga salom. Obunachilar, videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Men Niko Uzga attestatsiyasiga o'tsangiz tegiga bot qo'shib beradi. Davay. Men sen bilan salomlashishga keldim. Salom. Uzoq qizishib ketdi. Aytgancha men qayerda? Bilmayman. Qayerga? Men maktabga ketyapman. Bu qishloqi o'zi yoshligidan shunaqa ko'p gapiradi. Mayli, gaplarini chetga surib maktabga kiraylik. Mana shu yerdan o'tamiz. Obunachilar, like bosib obuna bo'lmasanglar shuncha mehnat qilganim birdin bo'ladi. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Keldingmi? Keldim. Bugun dars yo'q. Bugun sentyabr axir. Keyingi safar bo'ladi. Hozircha Minecraftga kir. Xo'p, Minecraftga kirsak kiramiz. Siz ham kiring. Mana shu yerda o'tirib Minecraftni o'ynaymiz. Qara, zombi kelyapti. Qara. Yaxshi. Ustoz unaqa xoliqmaydi. Sekin bo'laveradi hammasi. Men endi ozgina kutubxonadan kitob olib o'qiyman. Siz bungacha mana shu yerda turasizmi, ustoz? Kesatyapsan. Men o'zi har doim mana shu yerdan chiqmaganman. Mana shu yerda turaman men. Meni chiqarish qiyin. Xo'p, ustoz, uzr. Amir Temur bobo haqida kitob yo'q ekan. Mana bu kitob nima haqida ekan? Musiqa? Mayli, buni qo'yamiz. Men o'zimni fanimni o'qiyman tinchgina.
o'zim fanim yaxshi ekan, ustoz. Ha, o'zingni faning yaxshi bo'ladi faqat. Boshqalari qiyin lekin. Iflos. Ustoz, endi bunaqa haqoratlar tashlamang. Men shundan ko'ra meni tekshirib bering. Na, 5 qo'yib berdim. Ol. Bir rahmat, ustoz. Bo'ldi, uyga ketaversang bo'ladi. Mana bu yerda sen qiladigan ish yo'q. Xo'p, ustoz, ketdim. Bo'pti, joningiz sog' bo'lsin. Ha, bo'pti, ket tezroq. Unaqa baqirib tashlamang lekin. Voy, hoy, qishloqi. Salom Nikos. Ertaga yo'q, ertaga mening tug'ilgan kuni. Uni uyushtirib berish kerak. Sen o'sha uchun kafelarni zo'r bilasan. Sen kafe top. Bo'ldi, kafedan problema yo'q. Просто narsalar bor. Bu narsalar degandek, shunaqalar degandek. Narsalar bormi? Narsa bular bormi? Narsa bo'lsa imkon topiladi. Narsadan bobo yo'q. Yigitlar bilan pul tashlashib narsalarni olib bo'lganman. Sen kafe topsang bo'ldi. Bo'ldi, kafedan ham momo yo'q. Qishloqi. Qishloqi deb tashlama. Biz ham shahar bo'lganmiz. Borgan bo'lsang yaxshi. Xo'p. Bo'pti, mayli, joning sog' bo'lsin, qishloqi. Ha, bo'pti, charchama. Esidan chiqib qolmaydimi? Yo'q. Telefon bo'lyapti. Assalomu alaykum, ada. Ha, alaykum assalom. Yaxshi yashayapsanmi o'g'lim? Kamchiliklar bormi, yo'qmi? Yo'q, dadakan. Kamchiliklardan momo yo'q. Ha, undan yaxshi. Ertaga yo'q kel. Bu yerda ishlar ko'p, sen qiladigan. Xo'p, dada, mayli, xayr. Qishloqqa xayr. Xayr, Nikos. Bo'pti. Xayr, qishloqqa. Xayr, Nikos. Bo'pti. Hammasi shunaqa deydi. Nimaga u yerda yuribdi, uylari bu yerda. Hayron qiladigan joyda. Mayli. Endi uyga borib uxlash kerak. Qayerga ketib keldim? Qoch. Sendan so'rayman. Seni uyingmi? Ha, bu meni uyim. Qo'y, qishloqi. Ha, olmadingsan. Nima qilyapsan? Sen kelma. Ertaga mening tug'ilgan kuniga sen kafe topasanmi? Ha, men topaman, bo'pti. Xullas,
Obunachilar ko'rdinglar, video shu joyigacha bo'ldi. Yoqqan bo'lsa hammaga xayr. Ikkinchi qismini bir 30 ta like yig'inglar, ikkinchi qismini olamiz. Hammaga xayr.